Hammaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun bize aeroport keldi. Aeroportni dik oldindagi перекресткani yonindagi joylardamiz o'rtoqlar. Shu yerda 1000 metr kvadratli hovli joy sotuvga chiqqan. Joy 90-yillarda qurilgan o'rtoqlar, xom karushdan qurilgan. Arkamda turgan ina ikki chetida bog'i bilan narx ham dumajoyib. Video davomida aytib o'tamiz. Aeroportni olgandan keyin bu tarafimizda aeroport. Bu doğrumuzda Urganch City ortaklar. Şimdi gende toşni öyniyesini numarini koyamız peste. Video davamında koyup ötemiz. Toşni soruyorsa toşni orientirini düşüntüredi. Yine birimiz Abhadnoy yol üzü. Yolun üstünde caylaşkan öy ortaklar. Yani öyünü bir katar abzorunu başlayımız. Video davamında yine içan tarafından kvadrat metrelerini bir yandan aytıp gösterip ötemiz. Yani iki çetimiz çıraylı üzümzar ortaklar. Şöyden kim öyle alışa havas etip ya niyet etpiriyem bolsa bu videonu şu adama taşap koyuşunuzu sorayım. Hem video yaksa bir like basılan sorayım. Joyimizning obzorini başlamasdan burun hem vaqtida aytib o'tamiz, reklamamiz mud. Bemalol joy sotsak olsangiz pastdagi nomerlarga murojaat qilib reklam ettirishingiz mumkin. Yine hovli joyimiz ikki tarafimiz bog'ina, go'rt usta chiroylina gaz sho'tchikimiz. Eni o'rtoqlar 15 metr ekan. Eni 15 metr. Joy 90-yilda solingan. Bahosini video davomida aytib o'tamiz. Girdik. Girgandan katta do'lan kutib oladi. Bizani katta keng do'lan bo'ladi o'rtoqlar. Gördüğünüzler, joyimiz endi fonda turibdi. Olib remont etaman desangiz, o'zingiz bilasizlar necha so'm chiqishini. Do'lanimizni eni bo'yi 4'e 15,5 ekan o'rtoqlar. 4'e 15. Biz giramiz, bu tarafimiz zal, spalni. Yana bir ikki tane spalnilar. Katta zalimiz yine o'rtoqlar. Mana o'tasiz. Yine katta zalimiz 6,5 4 ekan o'rtoqlar. Yine balandligi 3,30 dedi. Uy niyasi 3,30 ekan. Pollarimiz normalni, chiroyli qilgan bir ustidan bir yurtib bersa bir najdaqlab dum chiroyli bo'ladi. Bu yerda endi e'tibor bermaysiz o'rtoqlar, joyimiz remont talab albatta. Olib turib bemalol shinamatib nataman desangiz, hali 90-yilda solingan joylar hali toza bo'ladi menimcha. Bu yerdan metrni bir qator aytib o'tamiz. 6,5 adashmasam buni 3,5 bo'lishi kerak. 3,5 ekan to'shni. 6,5 3,5lik spalni o'rtoqlar. Bu tarafimiz ham detskiy xona desak bo'ladi. Bir detskiy xona tushgan şu anda. Yine. Примерно 280'e 4 metr bo'lishi kerak. Bu tarafdan xonalarimiz bor, katta solingan xonalar o'rtoq. Üçe 5 yine bir spalni. Şimdi bu tarafta aynamız dağlana çıkadı, ayna bo'ladi. Bir de dum köp spalni var ekan o'rtoqlar. 1000 metre solingan joy o'zi menimcha shunday bo'lishi kerak. Bu ham xuddi shunday 3'e 5 ekan o'rtoqlar. 3'e 5'lik g'oli toshni tushib turaveradi deydi. G'oli qarasangsizlar. Balandligi 3,30. Balandligi 3,30 yana. Yana bir spalni. Xonalarning sonini hisoblab o'tishlar degan umiddaman. Bu tarafimizda kuxnimiz keladi. Bu tarafimizda yana bir zalimiz keladi. Bir gösterib o'tamiz zalni. Zalimiz ham 6,20'ye 4 metr ekan o'rtoqlar. Katta yana o'rtada banda. Ustallarni qo'ysa bo'ladi. Bu tarafda tizlor ish qilib, xullas joylashtirsa bo'ladi, chiroyli qilib. Endi kuxunniy zonamiz o'tamiz. Kuxunniy zonamiz ham dumgeng albatta. O'tiradigan uголок hamma narsa sig'dirsa bo'ladi. Любой narsa sig'adi. Kuxnimiz ham adashmasam yaxshi olan kvadrat ber. Tak, 5,5 3 metr ekan o'rtoq. Hammasi planlashtirib solingan ekan. Banımız ise hem katelli hem yunadon tuvalet banımız yine. Bellerde bilesizler, buningdek hovli joylar kam sotuvga chiqadi. Shuning uchun Alaman'da bir yana danışsanız bo'lsa, bu videoni şu adama tashab qo'ying. Buningdek yaxshi takliflarni, apartamentlarni o'tirib bermaslik uchun bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying. Joyning asosiy narxini so'rab turgan yurtdoshlarimiz uchun joyning narxi 150 ming dollar deb turibdi. Uy niyasi pastda uy niyasi nomerlari yozilgan albatta.
Geliş elədi. Bu əlbəttə bazar, sodalaşasla, pəs dünyası nomerin bir ayıq ötəmiz, sodalaşasla alasla. Şu bilən həmmə rəhmət, sağ salamat bulunlar.